Mana chorniy jemchudi ko'rinishi mana. Mana aka. Mana. Mana qaytdi. Mana biz ekishni boshladik mana. Xudo xolasa turponni aralashtirdik. Bunga qo'shgan nimamiz suv bo'ldi. Suvni aralashtirib, turpni namlab olamiz-da mana. Ha shunday bir pakir o'zimizning jon turpo bo'ldi, bir pakir. Mana bu gatoy substrat bo'ldi. Biz endi buni maqsad endi ekonom qilishdi. Masalan, endi bunda qisa qimmat. Buni hozir 1 kilosi salkam 50 so'mga tushadi-da mana bu gatoy substratlarni. Shunga endi o'zimizni bunday aytganda arzon o'zimiz turpolardan qo'shib, bu yil xudo xolasa ya'ni aldiga intilish. Endi misol hozir aytganimday o'tgan yili jo'lla turpoqqa qiluvdik dedik. Endi insonimiz yildan yilga aldiga siljiymiz-da. Masalan, hozir o'sha jo'ni o'zimiz turpoqni solib qo'ysak ham shu holatda bo'ladi. Biroq yana ham yaxshi bo'lsin deb intilish xudo xolasa. Mana hozir shularga ko'chiramiz. Mana gullar xudo xolasa. Mana gullar. Nerede limon ko'chatlari mana. Bu yoqda mana tepada hammasi bodring ko'chatlar.